Birodar, xotirjam bo'l. Robbing sendan bir narsani olib qo'ygan bo'lsa, uni o'rniga undan yaxshiroq narsani beradi. Bu bizning e'tiqodimiz. Shuning uchun ustingga kelgan musibatga afsus chekma. Mana shu musibatni taqdir qilgan zot Alloh azza va jallaning huzurida birodar ajr bor, jannat bor. Endi mana shu ustingga kelgan musibat, seni qo'lingdan bir yaxshilikni ketishligi, shu musibat seni Alloh deyishga undadimi? Robbim deyishga chaqirdimi? Demak, bu seni foydangga bo'ldi. Chunki birodarlar, ayrim odamlar ustiga musibat kelsa yoki bir yaxshiligidan ajrab qolsa, pulidan ajrasa, bolasidan ajrasa, sog'ligidan ajrasa, bu musibat uni Allohga yaqin qilmasdan uzoq qilib yuborishi ham mumkin-da. To'g'rimi? O'shuning uchun kasal ko'rgani borgan paytda bir odam Alloh sabr bersin, inshaalloh gunohlarga kafforat, Alloh taolo bundan kattaroq xayriyatlarni beradi deyish kerak, ko'nglini ko'tarib ketish kerak.